Köpçülük yaxşımsızlar. Men Ali Qurban. Bugün şu Sarkar şirketining uğurlaştırışı bilen sizlarga bugun şu qisqa bir darsni so'zlamoqchi. Hamda asosliq bo'lgan so'zlayotganimiz şu boylik to'g'risida va savdo andizi va muvaffaqiyat qozongan bir savdogarda bo'lgan ba'zi psixik alayliklarni so'zlamoqchi. Men buni so'zlashdan burun birinchi ulab bir kichik hikoyani so'zlab bermaslik. Bu men o'zimga nihoyat ta'sir qilgan. Burun bir ballab adam. Buning ham o'zining diqqatchilik maydoni va kunlari yaxshi, o'zining chorvalarim bor. Turmushi bayashat. O'tgan bir odam bor ekan to'xta. Eng muhimi bu turmushdan rozi ekan, shu bayashat. Kunlarning bir kun buning uyiga bir odam kelib, buning shu olmasning hikoyasini so'zlab, sen agar shu mushtumchilik olmas bo'lsa, sen dunyodagi eng boy odamga aylansan degan ekan. Bu odamning bu bolaning qiziqishi qo'zg'alib, hayajon ilkida bu ikki kecha kunduz shu olmasni o'ylab uxlayolmaydi ekanda bu. Oxir 3-chi kuni kelganda bu keskin qaror kelib, men zohida ash olmasni topmasam bo'lmaydi degan xiyol kelib, barliq uy bisotlarini, chorchilik maydonlarini setib, bu uzuqliq pullarni olib safarga chiqib, shu Eyndavrda kelib adam degan olmas tepish uchun bu safarga chiqdi ekan. Bu hamda o'zining chorchilik maydonini shu mahaldagi boshqa bir odam setib berdi ekanda. O'zi bu jiroqlar safar qildi ekan. Bu jiroq yaylaga berib shu olmasni izlaydi. Oradan 3-4 oy o'tadigan topolmaydi ekan, yana 3-4 oy o'tadigan topolmaydi ekan, uzuqliqlarim tugab, pul picheklarim tugab, sarsamlab ketdi ekan. Ammo bu yana davomli izlaydi ekan. Natijada bu olmas izlash jarayonida o'zining Eyndavr'dagi shu chorchilik maydonini setib to'plagan barliq pullar tugab, ocharchilikdan o'lib qoldi ekan. Endi bu hikoyadagi bosh personaj o'lib qoldi deyish mumkin. Ammo bu hikoyadagi bosh personaj u odam emasda, yana olmas. Endi haliqi buni uyini setib olgan deb desa, bu davomli shu chorchiliklar shug'ullanib, bog'larni ratlab, bir kuni uyning oqida ki o'stangda shu suvni shu boqqa boshlab olsa, shu o'stangning ostida bir narsa paqirgan. Bu odam bu ajab chiroyli narsa ekan bu deb olsa, bir tosh. Ajab chiroyli tosh ekan bu deb elib buni o'zining uyining mehmonxona uyiga qo'yib qo'ydi ekan bu. Kunlar o'tib bir kun dastlabda olmasning hikoyasini aytib bergan boy yana bu uyga chirib qoldi ekan. Chirib mehmonxonaga kiriblar. Chiroyli toshni ko'riblar, vaqirab ketgan. Rashid qaytib kelibdi-da, u olmasni tepibdi deb. Rashid ekanda aniqning ismi. Debdi, Rashid sen neredeyse ahir olmas tepibse, qazınıpsa, vaqirsa, bu uyning yangi egisi kelib. Voy u qaytib kelmidi, men buni setib oldim bu uyni. Bu olmas emas. Siz degan o sehrlik tosh emas, bu shu bizning oqidagi o'stangning ostidan topgan bir chiroyli tosh xolos. Degandan bu buvay, "Ya, siz bilmaysiz, siz olmas ko'rib baxmagan, men ko'rgan mushu olmas." Deydiken, rast degandek u shu olmas ekan.
keyin bu chiqib shu o'stangni ostini ko'lasa, u nurg'un olmos chiqadi ekan. Bu hamda shu Afrikadagi Kolungo deydigan tozig'ich olmos chiqadigan dangliq olmos kon bu. Shu Kolungo olmos koni aslida bir uy ekanda. Hamda bu hikoyadan biz nimani tushunyapmiz desa, ayni vaqtdagi Rashid olmosni izlashni u nada deb o'ylagan desa, o Jiraqlni o'ylab olganchu. Jiraql. U atrofidagi o'zining uydan izlashni, atrofga zang selishni o'ylamagan. Amaliyotda boylik hamma yerda yuradigan narsa. Biz atrofimizga qarasak, uyimizning shik atrofiga qarasaklar, olmos degan nachiq. Bu yerdagi olmos nimaga vakillik qildi desa, ehtiyoj dal biz deyotgan boylikning o'zi shu. Har qanday bir odam, mayli doktor bo'lsin, yoki sestra bo'lsin, soqchi bo'lsin va yoki oila ayoli bo'lsin, yoki shoför bo'lsin, yoki boshliq bo'lsin, boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, har qanday insonning insonda bo'lsin bir ehtiyoji chuqumli bo'ladi. Agar sizlar boylanmayotgan bo'lsanglar, sizlar shu odamlarning ehtiyojini topolmayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki qulog'ingizga narsa kishilar ehtiyojli emas deganlik. Shunga har qanday bir boylik nimani cho'ldaydi desa, shu ehtiyojdan iborat bir narsani cho'r deb ma'nogan gap. Shunga mayli kichik savdogar bo'lsin, mayli cho'ng savdogar bo'lsin, har qandayning qildigan ish nimasi kishilarning ehtiyoji qanday. Chunki odam har minut, har sekund o'z ehtiyoji to'g'risida o'ylandi. Uning ma'lum bir ehtiyoji qondirilgandan keyin uning yana bir ehtiyoji shu desa paydo bo'lib turdi. Buni ham da Maslow'ning ehtiyoj piramidasidan sizlar bilishingiz mumkin. Yoki bilmasanglar, men qisqa so'zlab bitib ketay. Maslow'ning ehtiyoj piramidasi nimani ko'rsatadi desa, eng ostidagi tunjilik, eng asosli ehtiyojlarimiz jon beqish bo'lib, yemak-ichmak, kiyim-kechak. Uningdan ikkinchi desa, bexatarlik, uy, uningdan ikkinchisi muhabbet ehtiyoji, uningdan keyin xushallik ehtiyoji, obro' ehtiyoji, eng yuqorisi o'zini aktyorlashtirish. O'zini aktyorlashtirish degan nima desa, o'zining eng cho'ng darajada kelik yushrin iqtidorini joriy qildirish ehtiyoji. Bu hamda shundoq boylab ketib turibmi, ya'ni pul tepish qiziqadiganlarning ehtiyoji shu. Ular pul yetarlik, ammo uning pul tepishlik sababi nimasi? O'zini aktyorlashtirish deb qaraymiz. Demak, biz boylikni jiraqlidan izlab qandaqdir o'ylashni hojat yo'q. Faqat atrofimizdagi kishilarning har turli ehtiyojlarini topa olsaklar, agar biz boshqalar bayqamagan ehtiyojlarni topa olsaklar, menimcha biz olmos topa olamiz deb qarayman. Men o'zim shu bir tomoq chekamanmi? Lichun deydigan bir tomoq var, 31 ko'ylok inchga. Bu tomoqni men shu o'zimning uyimning davanda. Ammo men bu tomoqni shu Guangchang dan olaman, Guangchangdagi bir kichik do'kondan. Hamda amaliyotda bu tomoqni shu mening mahallam atrofidagi do'kondan sotadi. Ammo men nimishqa mashinamga berib kelishga 20 ko'ydan 40 ko'y mayk ko'ydirib 31 ko'ylik tomoqni olib boraman deganda, mening shu do'kondan shu tomoqni elishimga shu do'kondagi bir 40 yoshlar atrofidagi bir Hanzu ayol sababchilab qolgan. Ya'ni men tunji qaytdim shu Guangchangdagi bir Shangchangdan bir atrelib tomoqam tugab ketib, tasaddibiy udul kelib qolib shu do'kon kirdim. Kirganda bu do'konning egasi shu ayol ning ko'ziga men birinchi ulab
Qandaqdır şu dükkandan ya bir tal tamaka ya bir tal içimlik aldığan bir oddiy xaridor ko'rganmidim. Uning ko'ziga men nim ko'randim desa, bir odam ko'randim. Bir odam, bir inson. Şulan o men nima olsan deb so'rmadi. O mening qo'limdagi attirni so'radi. Nereden aldın, qancha pul deb ko'rib, ajab soz ekan. Mening og'im botdi, ammo hozir olsam bo'lmaydi, ololmayman. U bu deb bir ikki azaldan ko'rishib baxmagan natnush odam u yerda paranglashib ketdi. O ayolning ko'zidan chiqib turdiki, ko'zdan bilgil bo'ldi odam deganni. O shundoq samimiy muomala qiladi. Chunki uning menga bir tal tamaki setish uchun da yaxshi muomala qilishning hojati yo'q. Chunki yaxshi muomala qilsa olaman, yaxshi muomala qilmay gap qilmasam olaman, men qarab qo'ymasam olaman. Ham 31 ko'ylik tamaki setishga undaq deyishning hojati yo'q. Ammo bu ayolda bir xil tabiiy odam bilan odam o'rtasida bo'lish tegishli ham aslidan bor bo'lgan bir xil o'rtaq muhabbatni men tushuntiryapti. Bu xil muhabbat nima desa, bu yoshdan olqan, jinsdan olqan, hatto millatdan olqan bir xil o'rtaq bir xil muhabbatni ayol og'zida emas, harakat orqali nima desa tasvirlab berdi. Endi u ayol u yerda mening tamaki elish, tamaki ihtiyacımdan başka yani bir üzem lazım. Ama tapamayotgan bir ihtiyacımni qandırıp qo'yadi. U bo'lsin nima desa, insonlik muhabbet. Chunki har qanday insonning muhabbet ihtiyacı bo'ldi, yo'ldoshlar. Muhabbet ihtiyacı yo'q, hech qanday odam yo'q. Qapqadan muz yig'ib turgan odamning qalbi muhabbatda vaqirab turdi, yig'lab turdi. Chunki muhabbetning o'zi bir xil issiqlik. İnsan degan tug'ma yolg'izlik his qiladigan narsa. Shunga bir insonning muhabbatiga biz doim ehtiyojli bo'lib turamiz, muhtoj bo'lib turamiz. Mana shu voqeadan keyin men u ayolni seg'inaman. Garchi u ayol meni aslayapmisimi, men doim shu yerdan tamaki olaman. Mana bu nima desa, amaliyotda boylik to'plashning mana bu nima birinchi qadami u bo'lsa-mu, kishilarning ashxil ehtiyojlarini deb bilish. Endi Sarkar shirkatining bu qurg'uchi bolalar men albatta paranglashdim. Birinchi bu shirkatning mahsulotlariga odamlar ehtiyojli. Ya'ni Maslow nazariyasi bo'yicha ikkinchi qatlamdagi ehtiyojni qanday degan gap. Chunki oylik saymonlarga hammadan muhtoj bo'ladi. Ammo oylikda saymonlarni sildan olsin bo'ldi, boshqadan olsin bo'ldi. Endi sizlar bir narsa javob tepishingiz kerak. Nemish sildan elish kerak. Lekin degan tamakini men do'konda olsam bo'ldi, ma do'konda olsam bo'ldi. Ammo men nemish qaysi do'kondan olaman? Lag'men anon desak bo'ldi, ma'no desak bo'ldi, nemish anon deyman. Achchiq suvni anonda olsam bo'ldi, ma'noda olsam bo'ldi, biroq men nemish ma'noda olaman. Demak, mushahada nima masalasi paydo bo'ladi desa, sizlar insonlarning, odamlarning, xaridorlarning oylikdir saymonlari olan ihtiyacını qoldirib qolmasdan, balki onun men bayatin degandek muhabbet ihtiyacı, illiqlik ihtiyacı dan iborat bir qancha ehtiyojlarni o'ylashim kerak. Uningdan boshqacha deganda yengillikni sinab beqish kerak. Dünya mengu yenilik deb vaqirab turdi. Kim yenilik topa olsa, u uftudu. Odam tug'ma mushukning xarakterida bo'ladi. Ya'ni mushukmi yangi narsa qiziqib baqqandek, odamlarmi yangi narsalarga qiziqib baqadi. Shu yangi savdo endizlari odamlarni jalb qiladi. Masalan, ba'zi oshxonalar bor. Shunda yaxshi menvatidi, xaridosim to'liq, biroq pat oshxona o'zining shu ichki va tashqi zinnatlashlarini yengilab baqadiganlar bor. Jo'nshu deb qo'yamiz-ku. Jo'nshu qilib baqadi. Baka. U nima jo'nshu qildiysa, chunki u kishilarga yangi tuyg'u berishni orzu qildigan gap. Shunga Sarkar shirkatining ba'zi yangi savdo endizi sinab beqishga arziydi, ham bu sinab beqish kerak deb qarayman. So'zlayganimiz nima desa, boylik muvaffaqiyatidagi, savdo muvaffaqiyatidagi
Texmi muhim bo'lgan bir xil xarakter nima desa, joyliq. Joyliq. Odamlar ko'pincha vaqtda o'ng'ay narsalarni tanlaydi. O'ng'ay narsalarning amaliyotda qimmati bo'lmaydi. Qiyin narsalarning qimmati bo'ladi. Ammo ko'p qism odam qiyin narsalarni tanlamaydi. Qiyin narsani tanlasimi, sinab beqish psixikasi tanlaydi. Ozroq qiyinchilik yo'qqanda uni voz kechib o'tadigan gap.